4 kishidan hech qachon arazlamang. Otadan, onadan, aka-ukadan, opa-singildan. 4 narsadan Alloh taoloning panohini tilang. G'amdan, mahzunlikdan, ojizlikdan, baxillikdan. 4 kishiga bag'ritoshlik qilmang. Yetimga, miskinga, faqirga, bemorga. 4 narsani taqinchoq kabi taqib oling. Sabrni, halimlikni, ilmni va saxiylikni. 4 kishiga yaqin yuring. Muxlisga, vafodorga, ochiq ko'ngilga hamda sodiqqa. 4 kishidan uzoq yuring. Oilangizga ko'z olaytiradigan fosiqdan, millat xoinidan, musulmonlarning xatosini izlab sharmanda qilish uchun urinadigan quloqdan, dushmanga xizmat qiladigan pastkash do'stdan. 4 kishiga ishonmang. Kazzobga, o'g'riga, hasadgo'yga va manmanga. 4 kishidan mehringizni daryoq tutmang. Juftlaringizdan, farzandlaringizdan, oilangizdan, sodiq do'stlaringizdan 4 narsani kamaytiring. Yeyishni, uxlashni, dangasalikni, kalomni. 4 narsadan hech qachon aloqangizni uzmang. Namozdan, Qur'ondan, zikrdan va qarindoshlik aloqasidan. Ushbu ko'rsatmalarni albatta o'z yaqinlaringizga ham ulashing.